Olingan ozgina ma'lumot Buxoro, yana hatto kamcha uzr so'rayman, lekin tarixda bilaman. Buxoro aholiligida imini mana shunaqa qora dog' mana shunaqa tushgan. Mana quloqda bunaqa tushgan, marjoni bor mana. Garbanos bo'lgan. Buxoro aholi paytda boqilgan, Amir qo'y deyishgan buni. Bu o'sha, ya'ni podshoni o'zini qo'y bo'lgan. Eski o'zimiz zot bu. Amir qo'y degan. Menga o'zi yoqadi, o'zimiz zot. Bu qo'zi bu, hali tish buzmagan. 95 pul, почти 1 metrga borib qoldi. Bunaqasi ham mana shu hozir 2 ta qo'chqor bor. O'sha ichidan bitta dona kelib qo'ygan. Bunaqa 2 talardan ko'p keladi bizga. 2000 tadan, ya'ni mana bitta ajratib qo'yganman. O'sha Amir qo'y deyishgan. Yo'q, men qora quloq kichkina bor, u bilan adashtirib olmaylar. Imminno mana shunaqa parametr, mana shunaqa yuzi, dog'i, shu tarixda yozilib ketgandagi mana bunaqa tochkalari bilan imminno mana shunaqa keladigani kam rosa qidirganman. Men topdim, xudo xolisa. Ya eski o'zimizda zotga taqiladi, Amir qo'y deydi. 100 kilo qo'zi, bo'yi o'sha почти 95 plus 1 metr bo'lib qoldi. Eski o'zimizning zot bu, o'zimizda bo'lgan, Buxoro aholi paytda bo'lgan. Amir qo'y deyishgan. Mana buni xudo xolisa, buni qiz bolasini ishonasizlarmi, bir 2 yil qidirib topganman. Hali oq bo'lishi mumkin, qora quloq bo'lishi mumkin, lekin parametrlari to'g'ri keladigan u qora quloq qo'y bor, kichkina oq. Unaqa emas. Bu haqiqiy zot, mana bunaqa bo'ladi. Bular yirik bo'lgan. Mana o'shani mana haqiqiysini bittasini topdim, bir jup bo'ldi, xudo xolisa. Просто sizlarga ma'lumot uchun berib ketaman. Bu Amir qo'y, eski o'zimiz zotlardan. Mana qarang, qarang. Qo'zini qarang. Mana